Xayrli kun o'zbek oyimlar. Men Aziza, Germaniyada oilam bilan yashayman. 26 yoshdaman. Social mediada meni taniydigan ayol qizlar Aziza Germaniya akkaunti ostida faoliyat yuritishimni bilishadi. Men o'zbek oyimda social media menejeri sifatida faoliyat yuritaman. Siz ko'rayotgan mana shu go'zal videolar bizning social media jamoamiz bilan birgalikda yaratilgan kontentlar hisoblanadi. Ammo men o'zbek oyimda siz bilan boshqa tomondan tanishmoqchiman, boshqa tomondan foydali bo'lmoqchiman. Qaysi tomondan deb o'ylaysiz? Kommentlarda yozib qoling. Juda ham sekin gapiryapman, sababi kutubxonadaman. Sizga kutubxona atmosferasini ko'rsatay, qarang. Qanaqa chiroyli. Kutubxonada turib videolarimni olishga qaror qildim. Bizning asosiy maqsadimiz o'zbegoyim ayollar jamiyatida o'zimizni chiroyli kontentlarimiz bilan ayollarga, qizlarimizga foydali bo'lish, Germaniyadagi o'zbegoyimlarni birlashtirish va kuchli networking qurish. Shu sababli ham biz yaqin kunlarda YouTube platformasida o'zimizning podkastlarimizni chiqaramiz. Qanaqa mavzularni ko'rishni xohlaysiz? Kommentlarda yozib qoldiring.